Tezda remonti iPhone 17 Pro Max. Juda qattiq singan. Telefonni holatini yana bir bor ko'rsatamiz. Juda qattiq singan. Shunaqa holatlarda juda ko'p ustalar telefonda ekranini, oynasini alishtirganda kafolat berishmaydi. Biz bo'lsa bu telefonimizga old oynasini alishtirishga xudo xolisa garantiya berdik. Yana pozitivniy rezultat bo'ladi. Telefonimizni ochib, shleflarini chiqaramiz, boltlarini yechdik. Va mana ko'rishlaringiz mumkin, yaqindan qattiq singan. Ekranimizni lazerga qo'yib, lazerga bo'lgan masofasini to'g'rilab olamiz va lazerni yoqib, oldi oynasi bilan ekranning o'rtasidagi klayini maksimalni yumshatamiz. Lazer shunga bizga yordam beradi. Ekranni kuydirib qo'ymasdan klayni yumshatib beradi. Keyin mana shunday oddiy holatda ekranimizni separatorga qo'yib, yengil tortsak, eski oynasi pastda qolib, ekranimizni chiroyli holatda ajratib olamiz. Mana o'zlaringiz ham ko'rishlaringiz mumkin. Undan keyin ekranimizdagi eski klaylarini mana shu maxsus instrument yordamida ehtiyotkorlik bilan tozalab olishimiz kerak. Shu yerda ham ehtiyotkorlik bo'lish kerak, chunki ekranda chilib qo'yish ehtimollari bor. Oyna qo'yishdan oldin ekranimizni bir bor yoqib, hamma joylarini tekshirib olishimiz kerak. Dog'-moq paydo bo'lmagan bo'lsa, unga yangi oynani o'rnatamiz. Hozirgi holatda ekran yaxshi. Keyin changsiz xonamizga kirib, ekranimizni o'zimizning maxsus salfetkamizda artib, unga yangi oynani o'rnatamiz. Oynani ruchnoy sentrovka qilamiz, chunki bu yangi model bo'lgani uchun hozir bularga yetib kelmadi. Lekin ruchnoyda ham biz idealni qilamiz, chunki ish davomida 1,5 minutadan ortiq ekranda old oynasini alishtirganmiz, qo'limiz kelib ketgan. Chiroyli qilib mana sentrovka qilamiz, ko'rishlaringiz mumkin. Ekran hammasi chiroyli holatda va uni o'zimizning maxsus pressimizga qo'yamiz. Press ekran bilan o'rtasidagi oynani klayini yaxshilab yopishtirib beradi. Zavod holatida desa ham bo'laveradi. Press bosgandan keyin ekran bilan oynaning o'rtasida ozgina bo'shliqliklar qoladi. Bu bo'shliqni shu vakuum apparatimiz yordamida chiqarib tashlaymiz. Ekranimiz tayyor bo'lguncha bekor o'tirmasdan telefonimizni eski vlogozachitasini tozalaymiz va tozalab unga har bir burchlariga primerdan yaxshilab surtib chiqamiz. Primer prokleykani yaxshilab yopishiga va uzoq vaqt ko'chib ketmasligiga yordam beradi. Va yangi prokleykamizni ehtiyotkorlik bilan shashilmasdan sentrovka qilamiz. Ozgina qiyshiq o'rnashib qolsa ham vlogozachita to'liq bo'lmasligi mumkin. Va ekranimiz tayyor holatda chiroyli qilib chiqarib olamiz. Ko'rishlaringiz mumkin, ekranimizda hamma pufaklar chiqib ketdi, hech qanday havo qolmadi. Va telefonimizda bir donagina boltini o'z o'rniga qatirib, chiroyli qilib telefonimizni yopamiz. Telefonimiz tayyor, o'zlaring ko'rishlaringiz mumkin. Holati chiroyli bo'lib chiqdi, ekranda dog'lari yo'q. Sizlarga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastki nomerdagi murojaat qilinglar. Manzilimiz Farg'onada, butun O'zbekiston bo'ylab BTSdan qabul qilamiz.